Har bir kompaniyaning rivojlanishi uchun axborot suv va havodek zaruriy elementlarga aylanganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Barcha soha kabi iqtisodiyotda ham axborotning mikro va makro o'rinlari borligini ko'rishimiz mumkin va iqtisodiyotning asosiy elementi sifatida 21-asrda ayniqsa faqatgina biz reklama yoki brending sohasida emas, iqtisodiyotning tashkil etilishi bilan rivojlanishiga qadar barcha masofalarida axborotning o'rni benazir ekanligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni kompaniya 21-asrda axborotga qanchalik ko'p ega bo'lsa, shunchalik katta muvaffaqiyatlarga erishishi istisno etilmasligi barchamizga ma'lum hodisa hisoblanadi va 2000-yillardan keyingi adabiyotlarda ishlab chiqarishning 5-omili sifatida axborot e'tirof etila boshlashi ham voqealarning asosiy rivojini keltirib chiqaradi. Bizga ma'lum 4 ta ishlab chiqarish omilidan tashqari 5-omil sifatida axborotning e'tirof etilishi iqtisodiyotning har bir sektorida mikro darajadan tortib makro darajagacha axborotning o'rni yuqoriligini isbotlab beradi.